Assalomu alaykum. Yaxshi niyat Nomer Aydin kanalimiz a'zolari. Mana bu navbatdagi darvozamiz Namangan Jamashovga olib kelib o'rnashtirdik. Xudo xolasa buni bir qator sizlarga materiallari, profillari, razmerlari, narxlari haqida batafsil ma'lumot beramiz. Xo'p. Bu darvozamizga keladigan bo'lsak, mana shu holatda chiroyli bo'lib joyiga tushdi. Qirog'ida qo'shimcha nalichkalari bilan birgalikda. Stokalarimiz 10 ga 10 bo'lgan, aziz obunachilar. Profillarimiz 6 ga 4 2 listenkada bo'lgan. Listlarimiz 1.8, betida ko'rib turganlaring nejvinka, qora nejvinka bosilgan. Xudo xolasa mana joyiga chiroyli qilib o'rnashtirib bo'ldik. Xo'p, bu darvozamizda razmeriga keladigan bo'lsak, eni 3.40, balandligi 380 sm ga tushdi. Ochilib yopilishlari mana o'ta go'zal holatda, aziz obunachilar. Orqa tomonlariga o'tib ko'radigan bo'lsak, orqa tomonlari ham tekis chiroyli bo'lib chiqqan mana. Aziz obunachilar, mana shu holatda. Ko'rib turganlaringizdek joylari ham o'ta chiroyli bo'lib tushgan. Shumlariga keladigan bo'lsak, mana shumlari. Aziz obunachilar, hech qanaqa dang'ir-dung'ir, ortiqcha ovozi yo'q. Bu darvozamizni kvadratiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr 1 million so'mdan tayyor bo'lgan. Mana bu yerda kichkina garajchani eshigini ham qo'shib berganmiz. Bu darvozamizni kvadrati 700 ming so'mdan bo'lgan. 700 ming so'mdan bo'lgani sababi bu darvozamizning listi 1.3 lik sharmanka lista bo'lgan, aziz obunachilar. Bu darvozamizning listi o'sha 1.8 filesovoy toza lista bo'lgan, aziz obunachilar. Bu darvozamizga ham shu yaxshi zamoylar qo'yib berganmiz. Xudo xolasa uyaltirmaydi, chiroyli bo'lib ishlaveradi mana. Ochilib yopilishlari, aziz obunachilar. Buni ham shumi 2 qavatli darvozaga o'xshab chiroyli bo'lib chiqaveradi. Eshitib turganlaringdek, ortiqcha dang'ir-dung'ir ovozi yo'q. Bu darvozamiz ham orqa tomonlari katta darvozamizga o'xshab tekis bo'lib chiqqan mana, aziz obunachilar. Ko'rib turganlaringdek, kimga shunaqa sifatli, chiroyli darvozalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Xudo xolasa bundanda sifatli, chiroyli, arzonroq chiqarib berishimiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Bizning ishlarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, bitta laykni bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bizga ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat hammalaringga.